Ushbu struktura o'tgan zamonda ish-harakat ma'lum bir vaqt bajarilganligini ifodalaydi. Ya'ni ish-harakat tugagan. Ish-harakat qachondir bajarilgan va tugagan. Aynan shuni ko'rsatib ketyapti. Misol uchun, Xitoy tiliga urg'u beraman. E, Men Xitoy tilini bir yil o'rgandim. Tugadi. Struktura. 我学习了一个呃一年韩语。Bo'ldi zo'r holatda. 英 Inian hanyu. Xuddi shunday struktura. Qaranglar. Egani qo'y, mana. Fe'lni qo'y, mana. Lni qo'y joyida. O'syoqli. Vaqt davomiyligini, ish harakating qancha davom etgan, o'shani joylashtir. Mana. Inian oxirida obyektni qo'y. Mana. O'syoqli. Inian hanyu. Ish harakati ma'lum bir vaqt bajarilganligini, bir yil bajarilgan va tugagan. Xitoy tilini bir yil o'qidim. O'rgandim. Yana aytamiz. Men 2 soat kino ko'rdim. 我看了两两我看了两个时候吗？两个小时2个小时小时电影。电影。电影 Yaxshi. Siyosida juda ko'pchilikda muammo. To'g'rilash kerak buni. Muammo bo'lmasligi kerak. Va yana aytsa bo'ladi. Men do'stimni uyida 3 kun qoldim, yashadim. 我住了，O'tang. 我住了，Oldin 我 joy 在 aytib 我 olinadi. Joy aytib olinadi. 我在我在朋友在的朋家，友的家住住了住了三三个天。三天。Bo'ldi, tugadi. 3天。Sanga tiyin bo'lmaydi, 3 ni o'zi yetadi, san tiyin holati. Sizlar shuni tushunib olinglar, agar siz biror joyda ish harakat qilmoqchimisiz, doim o'sha joy boshida keladida, keyin u yerda ish harakat qilinadi. Menimcha esladingiz. Shunday. Bittala ishlatdik. Yana aytsa bo'ladi. Misol uchun men biror joyda aytamizda, misol uchun men bankda 6 yil ishladim. 我在我银在行银行工银工作行作工作了六3年年。六6年。Bo'ldi.年。 Mana. Ishlaganlik holatim joy aytildi. Joydan keyin fe'l qo'shib ga bog'ladik. Kunzola vaqt davomiyligi Leonian. Obyektimiz yo'q. Yoki yana nima desak bo'ladi? Yana nima desak bo'ladi? Kitob o'qishni ham menimcha uyga vazifa qilishni qilaylik. Zo'yeni. Misol uchun men bugun 3 soat uyga vazifa qildim. Wow. 我做了我今天men 我今我今天做了做了三个三小时三三个小三个小时时作业。zo'ya. Ana shunday. Zo'ya. Aynan shunday va savoliga ham bir to'xtalib o'tamiz. Duodio bilan beramiz. Qancha Xitoy tilini o'rganding? Ni suyalo duodio hanyu. Mana 我就 hanyu. Bu yerda o'sha bittalik holat. Vaqt davomiyligiga duodio bilan savol beryapti. Hanyu o'zini joyida obyekt holati mana. Bularga ham xuddi shunday so'raverasiz. 多久？ Qancha vaqt degan. Ozgina oldin o'rgangandik. Duodio qancha vaqt degan. O'sha duo chanshezi ham bor edi-yu Dildora. O'sha bilan bir xil. Hozircha shu yozib qo'ying. Buni ikkinchi ko'rinishi ham bor. Unga ham to'xtalamiz. Bo'ldim desangiz, keyingisiga o'tamiz.
Bo'ldim. Bo'ldim ham. Endi biz aytdik, ahamiyat bering. Xitoy tilini 1 yil o'rgandim. 2 soat kino ko'rdim. A? Endi biz buni 2 soatdan beri kino ko'ryapman. 1 yildan buyon o'rganyapman. 3 kundan buyon mana shu joyda yashayapman deyishni o'rganamiz. Davom etayotganlik holatini. Va bu unaqangi qiyin emas. Xuddi o'sha struktura yozasizda plus L. Mana. Bo'ldi. Yozib qo'ying. Ega fe'lli vaqt davomiyligi plus obyektlar. Yangisi bu. Ushbu struktura o'tgan zamonda ish harakat boshlanib, ushbu struktura o'tgan zamonda ish harakat boshlanib, o'tgan zamonda ish harakat boshlanib, haligacha davom etayotganligida ishlatiladi. Haligacha davom etayotganligini ifodalaydi. O'tgan zamonda boshlanib, haligacha davom etayotganligini ifodalaydi. Haligacha davom etayotganligini ifodalaydi. Haligacha davom etayotganligini ifodalaydi. Xo'p, endi biz aytdik-a, Xitoy tilini 1 yil o'rgandim dedik-a. Endi aytamiz. Men Xitoy tilini 1 yildan buyon o'rganyapman. Aytinglar. Vo. 我学了学了一年汉语了。一年韩语。 Bittagina aynan L'ni qo'shilishi ish harakati boshlangan va haligacha davom etayotganligini ifodalayapti, ya'ni. 我学了一年汉语了. Bu yerda xato emas, struktura shunday. Yoki, bittalar o'chib ketib qoldi. Men 2 soatdan buyon kino ko'ryapman. 我看了我看了2个小时电影了。 Ana shunday. Qarang. Men do'stimning uyida 3 kundan buyon yashayapman. 我朋友家住了3天了。 Jula Santiala. Yoki men bankda 5-6 yildan buyon ishlayapman. 我在银行工作6年了。 Gonzola. 了。 6年了。 Yoki oxirgi holatimiz uyga vazifani 3 soatdan buyon qilyapman, bajaryapman. 我做了3个小时作业了。 Tushundingizmi? Unaqa qiyin emas, murakkab emas. Bittasini yozib qo'yinglar. Ikkitalarni ishlatasan, hali ham davom etayotganligini ko'rsatasan, bittasini ishlatasan, birinchisini ish harakat tugagan bo'ladi. Vosyuala iniya xanyu. Xitoy tili o'rganib bo'ldim 1 yil. Vosyuala iniya xanyula. Xitoy tilini 1 yildan buyon o'rganyapman. Buni ham savoli ni syuela to'jiao xanyula. Yoki ni syuela to'chang chejian xanyula. Mana. Ahamiyat berib qo'yasiz, aynan ana shunday ko'rinishda o'rganyapmiz grammatikani.